Har qazi hasib solayotganda bolaligimiz esimga tushadi. 91-yilda biz domdan uchastkaga ko'chganmiz. Tutzor massiv. Hozir ipekchilik deyiladi. Birinchi bo'lib ko'chib borganmiz. O'shaning uchun ham hali gaz, kanalizatsiya, keyin svet ham shag'amdek miltillab yonardi. Suv ham yo'q edi даже. 90-yilda yashagan odamlar yaxshi bilishadi. Ana o'sha paytda ish yo'q, pul yo'q, pul bo'lsa ham do'konlar pul-pustoy paytlari. O'sha payt rahmatli odamlar 40 ta qo'y sotib olganlar. Ana o'sha keyin qo'y ham rosa baraka bo'lar ekanda, o'zi arzinagan paytda o'sha qo'y 150 ta bo'lib ketgan. Ana keyin undan chiqqan pulda sotib, undan chiqqan pulga sigirlar olganmiz, echkilar 40 ta 50 talab to'ylar olganmiz. Undan tashqari qo'limiz rosa katta bo'lardi. Ekinlar ekkanmiz, rosa ko'p meva daraxtlarimiz bo'lgan. Ana endi o'shalar hammasiga anaqa yo'q, suv yo'q. Brastonovka naryoqdan suv tashirdik. Keyin kunda kunora yem kelardi. Ana u yemni keyin aravada oilaviy tongotar u yemlarni ichkariga tashirdik. Keyin endi yillar o'tdi, vaqtlar o'tdi. Mana har bitta mehnatda o'zini chiroyli bir anaqa Alloh tarafdan anaqa mukofotlar bo'lar ekanda. Akam o'sha paytda 20-22 yosh paytlari. Shunaqa omadli bo'lib ketganlar. Endi bu ham bir anaqada Alloh marhamatidan-da. Endi yosh yigit ana o'sha paytda qo'sha-qo'sha uylar qurib, qo'sha-qo'sha mashinalar olib, bu bilan nima demoqchiman? Har bitta mehnatda albatta mukofoti bor. Faqat unga ozgina sabr kerak, ozgina vaqt kerak. Keyin mehnatda nafaqat mukofoti bor, juda ham katta fazilatlari ham bor. Ulardan misol endi bizni tiraykanmiz, har doim sinovlar, sinovchalar bo'ladi boshimizda. Ana o'sha mehnatda chiniqqan odam hech qachon sinmaydi. Nabarot o'sha sinovlar uni yanada iymonini mustahkamlanishiga, yanada dunyoviy mukofotlarga erishishiga o'sha sinovlar yordam beradi. Endi mehnat deganda faqat bizni qora mehnat tushunmaymiz, uning ichiga ilm olish ham kiradi, dunyoviy ilm olish ham, islomiy ilm olish ham kiradi, hunar olish ham kiradi. Ana o'sha hech qaysi mehnatdan erinmasak va ibodatlarimizni unutmasak, nasib juda ham go'zal bo'ladi.